Hop, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Javohir. Qisqa tanaffusdan keyin video darslarimizni davom ettirib boshlaymiz qani. Hop, bugun sizlar bilan lug'atlar va ro'yxatlar bo'yicha gaplashamiz. Ular bo'yicha amaliy misollar, kodlarni tahlilini ko'rib chiqamiz. Hop, bugun ko'rib chiqib o'rganadigan narsalarimiz. Birinchi lug'at nima? Bu bo'yicha tanishib chiqamiz. Lug'at bu shu dictionary inglizchasiga. A, Iloji boricha bu narsalarni inglizcha nomini o'rganib yodlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Chunki bu hozirgi emas, keyinchalikka bizga katta yordam beradi. O'sha qiymatlar value, kalit so'zlar key, o'sha bo'yicha masalan lug'atlar dictionary, to'plamlar set, mana shu bo'yicha ham yodlab qolishimiz kerak. Keyinchalikka bizga kerak bo'ladi bu narsa. Hop, keyingi o'rganadigan narsamiz lug'atlar bilan ishlash, ya'ni o'sha metodlar, bo'sh lug'atlar, qiymatlarni o'zgartirish, o'sha kalit qiymatlarga qiymat berish, lug'atlar bilan tanishib chiqish. Keyingisi lug'at elementlari bilan tanishib chiqamiz. Hop, bunda bir nechta metodlar bor, ro'yxatlar bor. Lug'at elementlarini o'sha tartiblab, bir nechta metodlar bilan tanishib chiqamiz. Hop, keyingisi to'plamlar. O'sha to'plam ustida elementlarni qo'shish, o'chirish va ustidagi amallarni ko'rib chiqamiz. Va video so'ngida nesting bilan tanishib chiqamiz. Nesting bo'yicha batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Bu bo'yicha ham amaliy mashqlarni keyingi darslarga cho'zish ehtimoli bor. Hop, birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz lug'atlar bilan tanishib chiqamiz. Nimaga aynan lug'at, ya'ni nimaga dictionary? Hop, oddiy lug'atni misol keltiradigan bo'lsak, o'sha lug'atlarda kalit so'z bo'ladi, ya'ni qiymat bo'ladi, bizga kerak bo'lgan so'z va uni tahlili, ya'ni tarjimasi. Shu tarjima bo'yicha ham biz shu lug'atni tushunishimiz osonroq bo'ladi shu bo'yicha. Shuning uchun lug'at, ya'ni bunda izoh bor va o'sha kalit qiymati bor, kalit so'zi bor. Bu narsani amalda ko'radigan bo'lsak, Xo'p, bizda car degan dictionary bor va unda qiymatlari va keylari bor. Ya'ni key va keyga berilgan valyusi bor. Birinchisi o'sha model degan key, unga Ferrari degan value berilgan. Keyingisi color, unga red, year ya'ni yiliga 2020. Hop, biz bunda endi o'zi o'sha kalit so'zi orqali, ya'ni key orqali chaqirib olamiz elementlarni. Hop, run qiladigan bo'lsak, bizga o'sha Ferrari degan qiymatni aytilyapti. Nega? Chunki model degan keyda Ferrari degan value turibdi. Shu bo'yicha chaqiradi. Ya'ni biz modelni o'rniga rang qo'yadigan bo'lsak yoki yil qo'yadigan bo'lsak, o'sha yil degan keyga berilgan valyuni chaqiradi va rangga berilgan valyuni chiqarib beradi bizga. Hop, keyin ko'radigan narsamiz get metodi, ya'ni o'sha dictionary'dagi get metodidan misolda ko'ramiz. Hop, bizda yana o'sha car degan dictionary bor, unga o'sha metod degan key berilgan, keyga Ferrari o'sha value berilgan. Yana o'sha ko'rinishda, ya'ni deb tanishib chiqamiz va bunga get metodi orqali murojaat qilyapmiz. Va get metodi bizga o'sha Ferrari degan qiymatni chiqaradi. Xo'p, keyin ko'radigan narsamiz get metodi yordamida mavjud bo'lmagan kalitni chaqirib olish. Ya'ni xo'p, bizda o'sha dictionary berilgan, o'sha dictionary ichida keylar bor. O'sha keylar ichida keylarga tegishli bo'lgan valyular bor, lekin biz o'sha dictionaryning ichida bo'lmagan keyni chaqirib ko'ramiz. Hop, bizda price degan key yo'q, ya'ni dictionary ichida price degan key yo'q. Lekin biz uni chaqiryapmiz va natijani komment chiqarilgan, ya'ni none. Bizda shunaqa qiymat chiqaradi. Agar hozir biz buni run qiladigan bo'lsak, o'sha none degan qiymat chiqaradi. Xo'p, asosiy sabab bunga shunda bizda o'sha dictionaryning ichida biz o'sha price degan qiymatning yo'qligi, ya'ni price degan key va unga berilgan valyuning yo'qligi uchun none degan qiymat chiqaryapmiz. O'sha kalit so'z orqali murojaat qilishda bizga yordam beradigan o'sha metod, o'sha get metodi. Asosiy vazifasi shu.
keyingi ko'radigan narsamiz yangi juftlik qo'shish, ya'ni bizda o'sha har doimgidek dictionary bor va o'sha dictionaryga biz yangi key va o'sha keyga tegishli bo'lgan valyuni qo'shyapmiz. Yana o'sha car degan dictionary bor bizda. Car degan dictionary bor bizda. Va biz unga price degan key qo'shyapmiz. Price degan keyga biz 200 ming degan value qo'shyapmiz, ya'ni qiymat qo'shyapmiz. Va print qilib o'sha dictionaryni chiqarishni so'rayapmiz. Natijani kommentga olib yozganman. O'sha natija shu ko'rinishda chiqadi, ya'ni model Ferrari. Hop, rang qizil, yil 2020, narxi o'sha 200 ming. Shu ko'rinishda chiqadi. Buni rang qilib ko'rsatgan bo'lsak ham shu ko'rinishdagi javobni olamiz biz. Hop, bo'sh dictionary yaratishda juftliklar bilan ko'rib chiqamiz. Bo'sh dictionary yaratish va unga juftliklar qo'shish. Bizda car degan bo'sh dictionary bor va biz unga boyagi ko'rinishdagi keylar va valyular qo'shyapmiz. Ya'ni bizda model degan o'sha key va unga berilgan value Ferrari, color degan key bor, unga berilgan o'sha red degan value, year bor, unga 2020, o'sha price ga, ya'ni 200 ming. Oxirida natijani chiqarishni so'rayapmiz. Avtomobil modeli, ya'ni o'sha modelni chiqaryapti. Biz bu yerda hozir F-string dan foydalanyapmiz, ya'ni biz o'sha chiqarilgan natija tushunarliroq chiqishi uchun, ya'ni birinchi ko'rgan odam bu narsaga ko'pchilik tushunmasligi mumkin, o'shani tushunarli ko'rinishda chiqarishga harakat qilyapmiz. Shunda yordam beradi bizga. Hop, natijamiz avtomobil modeli o'sha Ferrari, rangi qizil, ya'ni yili 2020, narxi 200 ming. Chiqarishda biz F-string dan foydalanganimiz uchun avtomobil o'sha modelini, ya'ni o'sha modelni alohida ko'rinishda, rangini alohida va yilini, narxini alohida chiqarishga yordam beradi bu. Buni biz ketma-ket ham bajarsak bo'ladi, ya'ni har bitta virguldan keyin pastki qatorni yozsak, bu ustun shaklda tushib, yanada tushunarliroq ko'rinishga keladi. Hop, keyin ko'radigan narsamiz qiymatlarni yangilash. Ya'ni bizda yana o'sha dictionary bor, unda o'sha keylari va valyulari bor. Biz year degan keyga keyning value, ya'ni qiymatiga o'zgartirish kirityapmiz. Hop, o'zi birinchi dictionaryning o'zida year, ya'ni yili 2020 bo'lib turibdi. Biz o'sha yilni yangilayapmiz, ya'ni 2025 qilyapmiz. Bunda o'sha dictionaryning qiymati, ya'ni keyning qiymati, valyusi yangilanyapti. O'sha biz indeksga murojaat qilgan holda, ya'ni o'sha elementlar indeksiga murojaat qilgan holda bemalol o'zgartirib yangilasak bo'ladi. Natijasi o'sha dictionaryda dictionary qanday ko'ringan bo'lsa shu ko'rinishda chiqadi. Faqat biz o'zgartirishni so'ragan qiymatimiz o'zgartirilgan holda chiqadi. Buni rang qiladigan bo'lsak, mana shu ko'rinishda chiqadi. O'sha model Ferrari, rangi qizil, yili 2025. Hop, keyingi ko'radigan narsamiz kalit so'z qiymat juftlikni o'chirish, ya'ni o'sha keyga berilgan valyuni o'sha indeks orqali o'chirish. Hop, bizga o'sha yana dictionary model o'sha rangga berilgan va biz deldan foydalanib, ya'ni o'chirishdan foydalanib rangini o'chirib tashlayapmiz buni. Ya'ni o'sha kiritilgan dictionaryda rang qismi o'chib ketgan, ya'ni rang deb kiritilgan kategoriya o'chiriladi. Shu bilan o'sha kiritilgan qiymat o'zgaradi, ya'ni key valyusi bilan o'chib ketadi. Va bizga o'sha model va yili chiqadi. Keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz items metodi.
items metodi bu o'sha dictionary'ga berilgan keylar va valyularni, masalan bizda hop dictionary bor va biz uni ichidagi key va valyulardan xabardor emas, ya'ni ichidagi keylar valyularni biz bilmaymiz. Item metodidan foydalanib ichida qanday key va valyular borligini bilib olsak bo'ladi. Hop biz bitta hozir model Ferrari o'sha color red yer kimiga va mana shunaqa key va valyular borligini bilib olsak bo'ladi. Ya'ni shu items metodi orqali dictionary'da berilgan key va valyularni topsak, bilsak bo'ladi. Javobi shu ko'rinishda chiqadi. Pastdagi ko'rinishi, hop boya ko'rsatgan ko'rinish bu tushunishga sal qiyinlik qiladi va biz bu yerda key degan alohida dictionary ochyapmiz va uning ichiga o'sha car itemslarni joylayapmiz. Ya'ni kalitlarni va qiymatlarini alohida ko'rinishda chiqarib beradi bizga. Hop natijasi bu komment ko'rinishda yozilgan, ya'ni kalit model, o'sha model kalit ya'ni key, Ferrari bo'lsa value ya'ni qiymat. Hozir buni aniqlagan bo'lsak ham shu ko'rinishda chiqadi. Bu bizga o'sha tushunarliroq bo'lishiga yordam beradi. Hop, keyin ko'radigan narsamiz hop bizda telefonlar degan dictionary bor va unda ismlar bor, ular key, telefon nomlari bor, bular value. Har bitta ismga o'zini valyusi bor va biz bitta kalit degan alohida dictionary ochyapmiz va unga qiymatlar va o'sha telefondagi itemslarni joylashini so'rayapmiz. Ya'ni qaysi telefon kimga tegishli ekanligini tushunarli tartibda chiqarish uchun o'sha f stringdan foydalanib chiqaryapmiz. Natijasi mana birinchi key Ali, uni o'sha iPhone 12 ya'ni 12 telefoni bor. Ikkinchisi Vali. Hop, telefon Samsung S21. Hop, uchinchisi Olim, telefon Xiaomi 11. Orif telefoni Nokia 3310. Shu ko'rinishda, o'sha tushunarliroq ko'rinishda keltirib chiqarishda for ya'ni funksiyadan foydalandik. Hop. Bizda keyingisi biz case degan metoddan foydalanamiz. Ya'ni bizda mahsulotlar degan dictionary bor. Unda olma, o'sha olmani o'ziga tegishli bo'lgan key ya'ni narxi, oxirida biz o'sha key metodidan foydalanamiz. Ya'ni key metodi biz o'sha do'konda nimalar borligini chiqarishda case ya'ni o'sha qiymatlarni chiqarishda yordam beradi. Ichidagi kalit so'zlarni chiqarishda yordam beradi bizga. Biz keyin do'kondagi mahsulotlarni o'sha chiqarishni so'rayapmiz. Ya'ni do'konda qanday mahsulotlar bor, ularni bilishni xohlayapmiz biz. Hop, do'konda olma, anor, uzum, anjir degan mahsulotlar bor. Hop, endi ro'yxat va dictionaryni solishtirish, ya'ni set va dictionaryni solishtirishni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda bozorlik ro'yxati bor. Bozorlik ro'yxatida anor, uzum, non va baliq degan mahsulotlar bor. Biz yana alohida mahsulot degan dictionary ochyapmiz va mahsulotlar degan ichidagi ya'ni kalitlarni chaqiryapmiz. Hop, agar f stringdan foydalanyapmiz, mahsulotlar katta harfda yozdi. Agar do'konda bor bo'lsa, shu do'konda bor deb chiqar deyapti. Agar do'konda bo'lmaydigan bo'lsa deyapti, do'konimizda yo'q degan qiymatni chiqar deyapti. Hop, shunda biz qanday javob olamiz? Hop, anor do'konda bor ekan, do'kondagi narsalarni solishtiradigan bo'lsak, anor bor bu yerda, o'sha 20 ning yozilgan valyusi. Uzum bor do'konda,
juda uzun bor, 40 ming yozilgan valyuta bilan. Olma do'konda yo'q. Olma do'konimizda yo'q. Olmatepada qiymat bor, anjir yo'q. Bu bittagi mahsulotlar bo'yicha solishtiryapti adashmasam, chunki bozorlik bor, lekin bozorlikka kiritilgan mahsulotlar yo'q. Hop, keyin ko'radigan narsamiz values metodi. Bizda yana o'sha telefonlar degan dictionary bor. Telefon o'sha karitlar va valyular berilgan. Birinchi tepadagi ro'yxatni ishlatamiz. Bizda o'sha iPhone 12, Samsung S21, Xiaomi va Nokia degan telefonlar bor bizda. Va biz endi o'sha foydalanuvchilarga, ya'ni qaysi telefon qaysi foydalanuvchilarga tegishliligini chiqaramiz. Ya'ni foydalanuvchilarning telefonlari deyilgan, o'sha telefonlar qanday telefonlarga kiritilgan. Hop, o'sha yana iPhone 12, Samsung S21, Xiaomi 11 va Nokia 3310. Keyin biz masalan foydalanuvchilar ko'p va ulardagi foydalanuvchilar ko'p. Masalan, 5 ta foydalanuvchi bor. Bitta takrorlanadigan telefonlar 3 ta. Masalan, 3 ta telefon 2 marta takrorlanib keldi. 2 ta telefon 2 marta takrorlanib kelyapti. Masalan, 2 ta Samsung S21 bor, 2 ta Xiaomi 11 bor va bitta Nokia bor. Shular takrorlanadigan bo'lsa agar, ularning nomlarini qayta-qayta chiqarmaslik uchun o'sha setdan foydalanadi. Natija shu tartibda chiqadi. Ya'ni foydalanuvchi telefoni 12, Samsung, Nokia, Xiaomi. Ya'ni ketma-ket kelgan telefonlarni qayta chiqarmaydi u narsa. Ketma-ket bir xil qiymat olib kelgan telefonlar qayta chiqarmaydi. Hop, komment qoladigan bo'lsak, hop, keyin ko'radigan narsamiz o'sha natijasi takrorlanib chiqmaydi. Ya'ni tartibda farq qiladi yozgan, shu ogohlantirib yozilgan bu narsa tartib bo'yicha farq qilishi mumkin, lekin hech qaysi telefon nomi qayta yozilmaydi. Hop, keyin ko'rib chiqadigan narsamiz to'plamlar. Ya'ni to'plamlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bizda sonlar degan to'plam bor. Ya'ni o'sha ichiga sonlar kiradi. Biz print sonlar deyapmiz. Natija shu ko'rinishda chiqyapti. Bu nimani anglatadi? Ya'ni to'plam ichida qaytarilgan, ketma-ket kelgan emas, qaytarilgan sonlar faqat bir marta chiqadi. Biz 5 dan 2 marta yozganmiz, 4 dan 2 marta yozganmiz, lekin javobda bitta 4, bitta 5 olyapmiz. Keyingisi ismlar. Bizda Ali, Vali, Olim, Ali, Orif, ya'ni Ali degan ism 2 marta qaytarilgan va biz print ismlar qilyapmiz. Ya'ni bu to'plamga kiradi. Shuning uchun Ali degan ism bir marta takrorlanyapti. Takroriy elementlar bir marta saqlanadi deb ogohlantirish yozilgan bunda ham. Endi bo'sh to'plam bo'yicha ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni bo'sh to'plam yaratish buni ko'rib chiqamiz. O'sha bizda to'plam degan to'plam nomli to'plam bor. Set bilan ochilyapti. Pastda buni misol ko'rinishda ko'ramiz. Ya'ni bizda mevalar degan bor.
Bizda set mevalar, print mevalar. Bizda banan, uzum, olma, anor. Ya'ni bitta o'sha takrorlangan qiymatlar qayta takrorlanmayapti yana. Faqat bir marta saqlanyapti, bir marta chiqyapti. Olma 2 marta takrorlangan, uzum 2 marta takrorlangan. Va ular bitta qilib, bitta ko'rinishda yozilyapti. Ular takrorlanmayapti. Endi to'plamga element qo'shishni ko'rib chiqamiz. To'plamga element qo'shish, hop bizda mevalar degan to'plam bor va biz add metodidan foydalanamiz, ya'ni qo'shish. Mevalar degan dictionary to'plamimiz ichida bizda olma bor, anor bor, uzum bor, banan bor. Biz bunga shaftoli degan yana to'plamga element qo'shyapmiz. Print mevalar, ya'ni mevalar chiqishini chaqiryapmiz. Natijamiz banan, uzum, olma, anor, shaftoli, ya'ni oxiriga shaftoli degan yangi element qo'shyapmiz. Hop. Yana update, ya'ni yangilash. Biz o'sha yana mevalar degan to'plamga update qilyapmiz. Ikkita element qo'shyapmiz, yangi ikkita element qo'shyapmiz. Ular ananas va o'rik, ya'ni o'sha yana print qilib mevalar chaqiryapmiz. Bularni oxirida yana o'sha elementlar qo'shilyapti, o'rik va ananas. Shu ko'rinishda elementlar qo'shish, to'plamlarni yangilash mumkin. Keyingi ko'radigan narsamiz to'plamda elementlarni o'chirish. Hop, bizda mevalar degan to'plam bor. Unda o'sha olma, anor, uzum, banan. Biz remove metodi orqali anorni o'sha elementlarni o'chirib tashlayapmiz. Natijamiz banan, uzum, olma. Ya'ni anor degan element yo'q. Biz buni o'chirib tashladik. Yana discard degan metod ham bor. U discard o'sha kiritilgan elementni o'chiradi. Ya'ni o'sha kiritilgan elementlar qatoridan to'plam elementlari qatoridan o'chiradi. Hop, keyingisi pop, ya'ni elementni sug'urib olish meva ichidan. Mevalar deb chiqaryapti. Uzum va olma chiqaryapti. Ya'ni uzum bilan olma chiqarishning asosiy sababi pop birinchi kelgan elementni sug'urib oladi. Ya'ni o'sha to'plamda berilgan eng birinchi qiymat elementni sug'urib oladi. Shu bilan ularni javobida chiqarmaydi. Keyin ko'radigan narsamiz to'plamlar ustida amallar. To'plamlar ustida amallar. Bizda A to'plam berilgan, ikkita o'sha sonlar kiritilgan, B degan to'plam berilgan, ikkita sonlar kiritilgan. Qo'shish, ya'ni union. Qo'shishda biz shu belgidan foydalanamiz yoki union degan belgidan foydalanamiz. Ikkalasida ham javob bir xil. O'rtada takrorlangan sonlar bitta ko'rinishda, ya'ni takrorlanmaydi. Bitta son bir marta yoziladi, boshqa takrorlanmaydi. 2 marta, 3 marta, 10 marta yozilgan bo'lsa ham bu narsa faqat bir marta yozadi. Kesishmalarida intersectiondan foydalanamiz va bu belgidan foydalanamiz. Hop, bunda ham ikkalasida ham natijalari bir xil, ya'ni kesishma bu o'sha ikkita to'plamda takrorlangan sonni, ya'ni takrorlangan elementni chiqarib beradi bizga. Ayirma, minus yoki difference ayirmalarda ikkalasida yo'q bo'lgan, ya'ni ikkalasida ham yo'q bo'lgan qiymatlarni chiqaradi. Masalan, hozir birinchisida G da ikkalasida ham yo'q, bittasida bor faqat 1 2 3. Difference o'sha bittasi bor 1 2 3. Symmetric ayirma, symmetric difference har ikkalasida bor, lekin bir-biriga o'xshash bo'lmagan qiymatlarni chiqarishga yordam beradi bu. Ya'ni birinchi A to'plamda faqat 1 2 3 bor. B to'plamda esa 6 7 8, ya'ni 1 2 3 faqat A to'plamda, 6 7 8 faqat B to'plamda bo'lganligi uchun o'sha symmetric difference ikkalasida borni chiqarib beradi bizga. Hop, bugun ko'rib chiqadigan narsalar shulardan iborat edi. Nesting bo'yicha
batafsil va keng amaliy misollar bilan keyingi videolarda tushuntirib o'taman bu narsani. O'sha bo'yicha misollar keltirilgan bu yerda. O'sha misollar tahlilini, kodlar tahlilini bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, hammaga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.